Assalomu alaykum bizni qadrdonlar, yaxshimisizlar? Charchamasdan ko'rib turganlaringiz oq g'ag'ildoq o'rdaklarni jo'jalari. Mana shular sotuvda. Mana 500 ta bor kattarog'i. Bu yoqda 1300 ta bor. Biroz kichikroq. Kichikroq deganda ham 10 kunlik. Kattalari 20 kunlik. G'ag'ildoq, ya'ni oq o'rdaklar bo'ladi-yu. Ana shularni jo'jalardan. Ko'rib turibsizlar o'rtoqlar, 1300 ta bor. Mana shu 10 kunligidan. Hammasi donga yuguradigan bo'lib qolgan, tetik, zo'r, sog'lig'i joyida, kelib faqat sog'lomini olib ketasiz. Optimga sotiladi, qiziq bo'lsa, soni 1300 ta. Optim deganda endi 400 ta, 300 ta shunaqa qilib oladigan akalarimiz bo'lsa yoki birdan 1000 tani yoki 1300 tani olaman degan qiziqqanlari bo'lsa, kelishtirib yo'lida beriladi Optimga. Narxi o'rtoqlar 10 kunliginiki 15 ming so'm. 500 ta bor, ular 20 kunligi. Ularning narxi 20 ming so'm, 20 kunliginiki kattalariniki. Ular ancha katta bo'lib qolgan. Hozir ko'rib turganingiz 10 kunligi. O'rtoqlar, mana shu o'rdaklarimiz Andijonda Jala qudug'ida turibdi. Telefon nomerlari ekranda, aloqaga chiqaverasizlar. Qiziq bo'lsa bemalol telefon qilinglar o'rtoqlar.